negativlar, yonimda do'st bo'lib turib, sotib ketgan, prikol qilganlar qani? Nima bo'ldi? Senlarni bugun mana shu yerga ko'mdim. Bu g'alabam senlarni yuzingga tupurganim bo'ladi. Что у тебя есть для Камиля? Kamilga nima deymiz? Bu faqat vesti bahona qiladi. Ey, men lyubitilman, men havaskorman, doim aytaman. Bu professionalman deydi. 71 ga tushasan, 70 ga tushasan. Avvalo bu bo'y unga kerak. Men esa har qanday chaqiruvlarga tayyorman va liga berayotgan har qanday sopernik bilan urush. Oktagon 88 BMF kamari uchun Odilxon Kamolov hamda Kamil Karate jang olib boradi. Ushbu jangni qiziqarli tarzda ko'rib borasiz. Kim yutadi? Fikringizni kommentga yozing. Раундов и в борьбе, и в стойке. Даже Эркабулан меня когда бил, я улетал. А Эркабулан его бил, он просто стоит еще вот так делает, или голову вот так делает. Или вот так делает. Bu genima, bu nima uchun bu? Как boksyor и kickboksyorlarga o'xshab, ularga o'zimni moshni tutib bermayman. Menda stoyka zo'r emas. Men ko'raman boksyor, kickboksyorlarda, Tailanddagilarda основной stoykada plotniy turadi, ularni o'ziga qabul qilaveradi-da, moshni o'tkazib yuboradi, yiqiladi. Yo'q, u raqib zarba beryaptimi senga, sal qochish kerak, orqaga yoki yonga qochish kerak. Bunda qanaqa udar chiqyapti-yu, bu kelayotganda sal qochyapti, udar yo'q. Unchalik his qilmayapti. Raqib hujum qilayotganini bilib, odam sal o'zini